Yo'q, hammaga salom bolalar. Sizlar bilan Hayter. Qarochi, bugungi videoda top 5 ta super qahramonlar modlarini ko'rib chiqamiz. Qarochi, buni bitta obunachimiz aytganda, lekin 10 ta topa olmadim. Qarochi, videoni oxirigacha ko'rsanglar ham mana shunaqa ajoyib modlarni ko'rasizlar video davomida. Har doimgidek bu modlar 1.21.51 Bedrock versiya uchun videoga like bosib kanalga obuna bo'ling. Qani unda videoni boshladik. Okey bolalar, biz birinchi modimiz mana shu 5 ta mod orasidagi eng zo'r modlardan biri. Mana shunaqa har bir o'sha Marvel, DC qahramonlarini kiyimlari bo'lar ekan. Mana Venom kiyimlardan tashqari ushbu qobiliyatlarni ham berar ekan. Mana shuncha qobiliyat turibdi. Masalan, mana Hulk ko'rsataman. Hulk nima qila oladi? Mana hozir ko'rsataman. Hulk qarochi mana bunaqa balanga sakra olar ekan. O'sha haligi filmida ham sakrardi. Mana. Qarochi bu foydasi juda katta. Masalan, mana qo'y o'ldirib ko'ramiz. Mana bittada o'ldiryapti. Bu sakramasa ham mana yerda ham bittada o'ldiraveradi, chunki strength qarochi mana shu yerda shuncha shuncha kuch berib qo'yilgan, kuch xullas mana effektlar berib qo'yilgan. Voy bu. Okey, xullas hozir boshqalarini ham ko'rsataman. Mana Flash. Yo, what the? Tezligini qaranglar. Yo. Soniyalar muzda вообще undan ham tez yuradi. Okey, mana u temir odam. O'sha kinodagidek sekin pastga tushyapti, uchish qobiliyati bor ekan. Menimcha Phaser feeling bo'lsa kerak, adashmasam. Mana bu yerda shuncha effekt berib qo'yilgan qarochi. Menimcha mod tushunarli bo'ldi. Birinchi modimiz shulardan iborat edi. Mayli, keyingi modga o'taveramiz. Har kuni YouTube kanali uchun video tayyorlashdan zerikdingizmi yoki vaqtingiz yo'qmi? Shaxsan o'zim siz uchun video tayyorlab beraman. Siz shunchaki video qanday bo'lishini menga tasvirlab yozasiz. Men esa sizga tayyorlab beraman. Hattoki previews ham o'zi bilan. Eng muhimi tez, arzon va sifatli. Narxlarga keladigan bo'lsak, 3 daqiqali video atiga 15.000 so'm, 5 daqiqali video 30.000 so'm, 10 daqiqali video esa 50.000 so'm. Juda ham arzon. Tezda akkaunt oching va menga murojaat qiling. Men siz xohlagandek video tayyorlayman, siz esa yuklaysiz. Qisqa reklamadan so'ng ikkinchi modimizga o'tamiz. Okey, keyingi modimiz qarochi mana o'rgimcha olomni qo'liga o'xshagan nimadirlar berdi. Mana bor ekan oldim. Qarochi bu mana shoot webni bossa 4 chiqar ekan. Sizlarga ham ko'rinishi kerak. Yana yaxshilab e'tibor berib turinglar. Hozir o'taman. Mana bu ayiqqa. Mana shoot webni bosaman. Mana ip chiqyapti. Juda yupqa ip. Mana qarochi oyog'i ham 3 tada o'ldirib yuborar ekan mana ipi. Bu hali urumchi odamga o'xshab devordan, binolardan yo'qdan yo'q yurolmas ekan-su, lekin foydasi bor ekan. Qarochi mana bu moblarni o'ldirishni osonlashtirar ekan. Okey. Aytgancha, qarochi bu mod bilan serial video olsangiz ham bo'laveradi. Mana uzoqdan turib ham o'tyapman. Mana 3 ta urinishda o'ldi oyoq. Bu ham juda oddiy mod. Aytgancha, bu modlarni barchasini men Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Bemalol o'tib yuklab olishlaring mumkin. Telegram kanalim silkasini opisiyadan topishlaring mumkin. Telegram guruh va Desagan kanalimga ham qo'shilib olinglar. Keyingi modimiz, qarochi, keyingi modimizda bitta tuxum beriladi. Bu ham o'sha Joker tuxumi. Qarochi super qahramonlar deganlik uchun Jokerni ham oldim. O'zi 10 ta degan ekanlar. Qarochi men 10 ta topa olmadim. Topganlarim ham ishlamadi. Mana qarochilarga 5 ta ishlaganlarini ko'rsatyapman. Mana Joker. Qarochi buni trade qilsangiz bo'ladi, savdo-sotiq qilsangiz bo'ladi. Buni joni ko'p ekan, o'lmas ekan. Bu Joker umuman foydasi yo'q ekan. Seriallarda, videolarda ishlashlari mumkin. Boshqa foydasi yo'q. Mayli, keyingi modga o'tiramiz. Keyingi modimiz qarochi mana bu tur boltasi. Ya'ni buni asl nomi Stormbreaker. Qarochi buni Endercraft videolarida ham ko'rgansizlar. Mana qarochi mana Jokerga o'taman. Bu jon ko'pligi isboti, mana. O'zi bu tur boltasi bittada o'ldiradi. Bu otdan bu olov ham uchib qolyapti. Okey, qarochi
birga bir urushib PvP o'zlarini sinab ko'rsalar ham bo'ladi bu Joker bilan. Mana qo'ylarni bittada o'ldiradi mana bu moblarni. Qarochi bu boltani qobiliyati shu, chaqmoq chaqib, olov yondirib o'ldiraveradi luboy mobni. Xullas, buni boshqa qobiliyati yo'q. Qarochi mana bunga yana otaman. Bo'ldi. Menimcha tushunarli bo'ldi. Mayli, keyingi modga o'taveramiz. Go. Keyingi modimiz qarochi mana bunaqa g'alati yuzli bir balo Marvelmi, DC'mi qanday kim qaysi qahramonlar qarochi birortasini tanimayman. Bu yerdan taniganim mana hozir qaysi edi? Mana shu. Bu men ham ismini bilmayman mudirdi. Okey, qarochi mana hozir sizlarga barchasini ko'rsataman. Mana bu teleport bo'lar ekan. Qarochi bu modni sizlarga qulayliklari nima? Qulayliklari ham yo'q bo'lsa kerak. Ularni ham video olayotganda NPC sifatida ishlatishlari mumkin. Lekin bular qimillab turadi, lekin Minecraftga o'zgacha hissiyot qo'shadi. Minecraftni chiroyliroq qiladi. Yo, what the fuck? Ular kichkinaga yuguryapti hammasi. Okey, mana bu Baron Mordo'mi bilmayman xullas. Hozir yana ko'rsataman. 4 ta qoldi, 4 ta. Okey. Okey, mana bu Ultron bot Baron Mordo buni ko'rsatdim. Okey. Kameramni olamiz. Okey. Mr. Fantastic 838. Yo, what the fuck? Men tanmayman. Вообще bular. Okey. Yo, what the man orqasida nimadir osilib turar ekan, qarochi. Okey, bu modam tushunarli bo'ldi. Buning boshqa foydasi yo'q, xullas. Prosta shunaqa video qiling deganlariga qildim. Xullas, videoga like bosib qo'ying. Videoga like bos va obuna bo'l. Aks holda